Salom, boss. Salomjon. Qatl kuni yaqinlashayotganini bilasanmi? 2 kundan keyin biron tansig'roq narsa yeging kelyaptimi? Nima istasang sen uchun topib kelamiz. Mayli. Yo'q demayman. Qaylali kartoshka, son go'shti, keyin xotiningiz tayyorlaydigan shirinlik bo'lsa. Yaxshi. Rostini ayt, nima qilishimni xohlaysan? Seni qo'yib yuborishimni xohlaysanmi? Qochirib yuboraman. Uzoqlarga ketasan. Senga nima keragi bor buni? Qiyomat kuni savol-javob payti mo'jiza ne'matlarimdan birini nega o'ldirding deb so'rasa, Xudoga nima deb javob beraman? Ishim shunaqa edi deymanmi? Sen Xudoga qilgan yaxshi ishlaringni aytasan. Men charchadim, boss. Hech qachon yuragimni yozib dardlashadigan do'stim bo'lmagandan charchadim. Qonunga binoan tanangizdan elektr toki o'tkaziladi va siz qatl etilasiz. Gunohlaringizni Xudoning o'zi kechirsin.